Salom. Bu mani birinchi videorolikim va mening nickname'im Ronix. Bugun sizlarga endi boshlaydigan standoff o'ynaydigan bolalarga qanday standoffni nastroyka qilishni ko'rsataman. Boshlaymiz. Nastroykaga kiramiz. Bu yerda eng kam bo'lgan joyi, kam son bo'lgan joy tanlashingiz kerak. Centralni Aziyani tanlashingizni maslahat beraman, chunki u yerda O'zbekiston ham bor. O'shaning uchun u yaqin. Yezik bu til. Sizlar любой anaqasini qo'yib qo'yishingiz mumkin, tillarni qo'yib qo'yishingiz mumkin, chunki sizlarga osonroq bo'lishi, osonroq va tushunarliroq tilni qo'yib qo'ysanglar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Vidruk и оружие. Klassikini qo'yib qo'yishingiz shart. Standartni qo'yib qo'ysanglar, оружиеңlar va qo'linglar juda ham katta bo'ladi va ekranni juda ham ko'p qismini yopib qo'yadi. O'shaning uchun sizlar kam joyi ko'rishingiz mumkin. O'shaning uchun klassik qo'yib qo'ysanglar, klassikida kichkinaroq bo'ladi. Kichkinaroq bo'lganda ko'proq ekranni ko'proq qismini ko'ra olasizlar. Interface xusham bo'ladi, chunki sizlar qayerda bosayotganinglarni, qaysi knopkani bosayotganingizni bilib turishingiz kerak. Переключать на поднятое оружие. Bu nima degani? Sizlar qanaqadir оружие, fleshka yoki pistoletni oldiga borsanglar, sizlar u pistolet, оружие, fleshka o'sha raskitlarni sразу ko'tarib olasizlar. U qanaqadir pro igroklarga unaqa o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlar sal erinsanglar anaqalar olish uchun sizlar yoqib qo'yishingiz mumkin. Nimaga desanglar, masalan, sizlar qanaqadir katkada o'ynaysizlar, siz bilmasdan оружиeni olib qo'ydingizda, unda patroni 0, lekin sizni otib tashlashibdi. Siz otishingiz kerak edi. Siz olasiz, ichida patroni kam ekan, uni перезаряжать qilishingiz kerak va otishingiz kerak. Lekin u patroni kam bo'lgani uchun sizni o'ldirib qo'yishadi. O'shaning uchun unchalik kerak emas. Effekt попадания bu agar sizni pingingiz juda ham ko'p bo'lsa, odamga otayotganingizda sal oq перекрестие bo'ladi. O'shanda oq перекрестие bo'ladi. Agar siz bu narsani o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, pingingiz ko'p bo'lganda oq перекрестие bo'lsa, 0 uron bergan bo'lasizlar. Bergan bo'lishingiz mumkin. Nima oq перекрестие bo'lsa, nima degani bu? Agar siz odamga qarab otsangiz va unga tegsa, o'shanaqa narsa oq перекрестие degan narsa chiqib keladi. U narsa pingingiz ko'p bo'lganda ham bo'lib qolishi mumkin, lekin siz unga 0 HP ketkazgan bo'lasiz. O'shaning uchun uni yoqib qo'ygan yaxshi. Внутреннее уведомление nima degani? Qachonki sizni lobbiga kimdir chaqirganda, kimdir klaniga chaqirganda, kimdir sizni o'rtoq zaявка tashlaganda druzyaga, yoki kimdir sizga сообщение yozganda, sizni ekraningiz tepa qismida anaqa chiqib qoladi, уведомление chiqib qoladi. Privatность. Masalan, birinchisi начать переписку. Sizga qanaqadir bu yerda yozilib qo'yilgan. Hamma faqat o'rtoq va klandagilar hech kim. Hamma faqat o'rtoqlar hech kim. Hamma klandagilar hech kim. Приглашение в lobby hamma o'rtoqlar va klandagilar nikto hech kim. Nima degani? Sizni masalan начать переписку sizga hamma yozoladi. Menda hammada turibdi. Demak, menga hamma начать переписку menga hamma yoza oladi. Mana сообщениеdan yoza oladi. Приглашать в клан. Klanga chaqirishi mumkin kimdir. Zaявка tashlashi mumkin o'ziga. Lobbiga chaqirishi mumkin. Hamma odam. Menda hamma turibdi. Siz o'zingizga qanaqadir nishat qiladigan bo'lsa, faqatgina o'rtoqlaringiz, klandagilaringizga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, yoki bo'lmasam hech kimga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Скрывать avatarki unchalik qiziq emas. Nimaga desangiz, siz avatarkangizni qo'yib qo'ydingiz, uni hech kim ko'ra olmaydi. Uni o'rniga mana bunaqa narsa
manba anaqalar chiqib qoladi. Manba avatarkalar chiqib qoladi. Boshqalarga shunaqa ko'rinadi. U unchalik qiziq ham emas. Men o'chirib qo'yganman, chunki men qo'ygan avatarkamni boshqalar ham bemalol ko'ra oladi. Bu yoqda avtorizatsiya akkauntlar haqida, akkauntlaringlarni o'zinglar boshqaringlar, hech kimga berib qo'ymanglar. Qanaqadir odamlar sizga bersani prokachat qilaman, zo'r qilib beraman akkauntingni deb aytishadi, olishadi. Keyin telefoningizni buzib qo'yishi mumkin, qanaqadir o'chirib, ili akkauntingizni olib pul so'rashi mumkin. Bunaqa narsa kerak emas, hech kimga ishonmang, o'zingiz faqat o'ynang. O'yin bu o'zingiz kayf qilishingiz uchun. Qanaqadir ishga o'xshagan narsa emas. Vitalizatsiya shaderov, qaranglar. Men buni bitta blogerdan olganman. Hozir aytib qo'ysam PR bo'lib qolishi mumkin, o'shaning uchun aytmayman. Nimaga bu? Bu byudjetli telefonlarga. Mashina qo'yib qo'ysanglar, cho'tki bo'ladi. Lekin разрешение ekrani высокое turishi kerak. Anaqa bitta blogerdan so'raganimda unda средний turadi, lekin sizlarda высокий turishi kerak, chunki sizlar qanaqadir piksellarga ochishinglar mumkin, raskitli qilishinglar mumkin и так далее. O'shanga qarab qo'yasizlar. Anizotropная filtratsiya nima degani bu? Unchalik qiziq narsa emas. Hech qanaqa narsani o'zgartirmaydi. O'shaning uchun отключить qilib qo'yganman. 16 gacha bo'ladi. U narsa kerak emas. U sizlar batareykalaringizni kamaytiradi, juda ham tez va FPS'larni tushirib yuboradi. Televoy частота kadrov nima degani bu? FPS просто FPS. 90, 130. Menda 60 turibdi, chunki men просто 60 da o'ynash menga stabil deb, нормально. Отображение убитых персонажей. Bu nima degani? Agar siz qanaqadir odamni o'ldirsangiz, kartangizda kartka o'ynaysiz, o'ldirdingiz, u odam o'ldirganingizdan keyin o'likda yotadi-da, hech pala qilmaydi kartada oxirigacha. Men buni o'chirib qo'yganman. Nimaga desanglar, agar o'shani otsanglar, u yotaveradi, anaqa men qanaqadir odam deb o'ylaysizlar-da, otasizlar, keyin o'zinglarni qatdan kelayotganinglarni bildirib qo'yishinglar mumkin boshqa protivniklarga. Улучшение видимости персонажей. Bu nima degani? Sizlar eng maksimumga qo'yib qo'yishingiz kerak. Nima degani? O'zi bu 11-sezondan oldin mana shu 0 da turardi, default edi, chunki bu narsa yo'q edi. Buni obvodka yonlari yonadi. Birga qo'yib qo'ysanglar, yonlari juda ham ko'p yonadi-da va sizlar bu narsa sizlar ko'zingizga tushadi, sразу ochishga harakat qilasizlar. Upravleniyada bu narsani o'zingizga qo'yib qo'yishinglar kerak, o'zingizlar qarashinglar kerak, o'zingizga mos qilib qilishinglar kerak. Customizatsiya o'zingizga qilasizlar. Mana bu yerda чувствительностьlaringlarni o'zingizga aniq qilasizlar. Lekin сглаживание прицела birda turishi kerak, maksimumda turishi kerak. Nimaga desangiz, sizni pritselingiz juda ham plavniy bo'lib aylanadi. Vantaplar, qanaqadir piksellar, raskitlar uchun men точка qilaman. Mana shu точка 0.600 cho'tki anaqa pritsel и men bunaqa rangga qo'yib qo'yganman. 61 ff 69 ff. Bu nimaga buni qo'yib qo'yganman? Chunki bu juda ham yorug' va bittada ko'zingizga tushadi qayerga otish kerakligini. Giroskopni o'zingizlar yoqib qo'yishingiz mumkin, yoki o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingizlarga bog'liq. Men yoqib qo'yganman. Nimaga desanglar, men разброс degan narsa bor standoffda. Qo'yasizlar-da, bosib turibsizlar, otishi boshqa yoqlarga ketib qoladi. O'shaning uchun siz sal-pal kontrolingiz qilish uchun, o'zingiz boshqarishingiz uchun sal-pal mana shunaqa giroskopga qo'yib qo'yganman. 03 va 02. Bu cho'tki. Zvuklarni o'zingizlarga mos qilib qo'yishingiz mumkin. Masalan, menga уже qo'shiq jonga tegib ketgan, o'shaning uchun 060, 070 qo'yib qo'yaman. Громкость muziki va menyu вообще farqi yo'q. Bu ham shunaqa turadi. Громкость muziki matchi va громкость звуковых акцентов men ikkita 0101larni, 00larni buni sal balandroq qo'yish kerak, lekin men pastroq qo'yib qo'yaman, chunki men zvukimni har doim baland qilib qo'yaman. Mana shungacha baland qilib qo'yaman и menga mana shu va men naushnikda o'ynayman, o'shaning uchun menga нормально.
reverberatsiya beta va 3D zvuk. Bular ikkalasini o'chirib qo'yamiz. Nimaga desanglar, 9-sezon Prey degan sezon kirganda 3D zvuk juda ham yomon narsa bo'lgan. Nimaga desanglar, sizlar eshitayotgan zvukinglar oldingizda bo'lib qoladi, lekin uzoqda bo'ladi yoki uzoqdagi narsa yonlaringizda, tepalaringizda bo'lib qoladi, любой joyda bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'chirib qo'yishingiz kerak va qayerda eshitayotgan bo'lsangiz, o'sha yerda bo'ladi o'chirib qo'yishingiz. Reverberatsiya beta, buni ham o'chirib qo'yishni maslahat beraman. U o'zinglar FPS'lari va anaqalaringlarni o'chirib qo'yadi. Просто realistichniroq qilib qo'yadi, bo'ldi. U unchalik kerak emas. Голосовой chatda o'chirib qo'yishinglar bo'ladi. Nimaga desanglar, o'zinglar любой payt yoqasizlar, chunki mana masalan lobbida mana bitta o'ng oyog'ini oldida, bizlar uchun o'ng oyog'ini tagida zvuk turibdi. O'shani bossanglar, mana bitta голосовой chat bo'ladi. Zvukni tepadagi anaqasini yoqib qo'ysanglar, sizlar eshitasizlar, boshqalar lekin gapirsanglar eshitilmaydi. Pastdagini yoqib qo'ysanglar, mana buni mikrofon. Siz gapirasiz, tepasidagini yoqib qo'ysangiz eshitmaysiz. Gapirasiz, boshqalar eshitadi, lekin siz eshitmaysiz. Shuning uchun ikkalasini ham yoqib qo'yish mumkin. Va rastyak degan rastyak bu mana bu rastyak. Nima uchun kerak bu? Mana trenirovka kiramiz. Bum, va biz trenirovkaning ichida bo'lib qolamiz, poligonning ichida. Anaqa nima? Mana upravleniyamda rastyak degan anaqa bor, naзвание bor. Bu nima? Bu hozirga ko'rsataman. Anaqa kengroq qilib qo'ydi, to'g'rimi? Ko'rganingizdek. Va qaranglar. Просто oddiy odam mamutgacha bo'ladi. Lekin bu faqat uzun, keng bo'lgani uchun sizlar bemalol otishingiz mumkin. Agar sizlar 50 ta подписчик va 50 ta like yig'sanglar, men sizlarga qanday trenirovka qilishni va qanday shunaqa rastyak qilishni ko'rsataman. Bu juda ham zo'r narsa. Nimaga desanglar, kengroqda bemalol ko'proq shans bor sizlar o'ldirib qo'yishingiz uchun. Va hammaga xayr.